Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvadagi uyimda. Qish fasli bo'lg'ashqa tala sovuq ustiga bugun havo faqat yaxshi emas. Xo'sh, arliqda degandim, buningdan keyin kitap o'qish ritmini sal ostilatiman deb. Ammo bu darajada uzrab ketishini o'ylamagandim. Sebebi arlıqda səfərdə bo'lib qoldim, qaytib kelib dəhşət ağrıb ketdim. Gerçi 2 gün qattiq ağırgan bolsam-mı, yötülüb, kanaylarım yetişib, şundaqqa beyaram boldum. Şuna toluq əslimge kelishdim. İlgiri sizlarga bir kitap o'qib berish imkoniyati bo'lmay qoldi. Muş fürsətin paylanıb mən aldı bilan gerçi biz tanışmısaqmı, Messenger arqılıq mənə ancha-muncha uçurlarni yollab, mening ahvolimni so'ragan kitap o'qish munbirimizninki aziz mushtarilarga chin dilimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Odatda shukr Alloh salomatligim xeyli yaxshi, ammo bu qitim vahshiy og'irdim-a. Hazır kilovatım, lekin acayip qattiq ağırıp ketdim. Endi bilisizlar, asarni o'qigandan keyin cho'qim yaxshi ruhiy holatda yurak bilan o'qib berishim kerak. Shuning uchun arliqda vaqt sal uzrab ketdi. Xudoyim buyursa, bundan keyin davomli yaxshi asarlarni o'qib hozirlarga sunib turaman. Xo'sh, bugun qo'limda damliq olimimiz marhum Abdüşkür Muhammed Emin'in Arifname namlı kitabı. Bu kitapta bədii icadiyatda ayollar tasvirinin ictimai qimmeti namlı bir parça maqalı var. Bu qitim ağırıp qalğan vaqtimda bu kitabni yana qaytadan o'qib, ba'zi asarlarni o'zim xeyli ko'p qitim o'qigaşqa oy bunu munberde okudum mu, okumadım mı deb bazı sel arsalda bulup tekşirip bakka vaqtlarım bo'ldi. Bugün hozirlarga şu katta asarni sunaman. Xo'sh. Badiiy ijodiyatda ayollar tasvirining ijtimoiy qimmati. Birinchi. Ayollik tabiatning shoh asri. Ayollik güzellik qasrining malikasi. Ayollik jamiyat to'qilmalarining urush yepi va oila uyushmasining o'qqasidi. Ayollik ajdod va avlod marvoyatlarini tizg'uchi rishta. Tarbiya faoliyatining muqaddas sohibi. Ayollik İlham çeşmesi, arzu yelkini, ümit çolpini, bədii əsərdiki yalqollu yürək. İnsaniyet özünün tünci ilahiyet obrazını ayal simasıda yasagan. Köpligen milletinin, aleminin bina buluşu toğırsideki əfsanları ayallık toqulmaları üstüge kurulgan. Bədii icadiyatning eng qadimki folklor janrlari va jahon shumul dan qozongan xalq dostonlari ayollikni hadis manbasi va tasvirlash gavdasi qilishgan. Greklarning İlyada, Odessa dostonlari, Arablardagi ming bir kecha tizma hikoyatlari, Türk xalqlaridagi xamsa dostonlari, Yevropada adabiyot san'atining qayta gullanishining oldi kaynidan toki hozirgacha maydonga kelgan yaqinqi zamon va yangi zamon san'at mo'jizalarining hech birimi bu maftunkar real go'zallik va afsunkar badiiy kategoriyadan ayrilgan, hatto salgina jiroqlashgan emas. Ikkinchi. Ammo ayollik yolg'iz ijtimoiy hayotda tarbiya, oila, xizmat, turmush sohasida yanada
mesele bolup durmasdın, bədii icadiyetdimi tepişmaqlıq tuman pərdəsidən xalas bolğan emas. Biz real turmuşda və bədii icadiyetdə ayallıqның alicanab və pəskəş ölgülərini daim uçurtdumuz. Ayallıq bəzidə icabi və səlbi tərbiyə vasitəsi, bəzidə tavar marka vasitəsi, bəzidə heyli nəyran vasitəsi, bəzidə bədii icadiyyətinin rəng və təm qoşqucu vasitəsi sübtədə göz aldığımızға çələqqadı. Real turmuş və bədii icadiyyətdə gəvdilənən bu alayda xildiki sehirlik vasitə həmmidin ilgiri kişiler, cümleden bir kısım ayallar an etibaredeki ayallık vasıta kıymet karışının tarmaqlanğan ifadelerden ibaret. Bu bizge kişilerimizde hatta öz kızı ve öz anasını, öz mehbubunu, öz cenedin aziz bildiğin mehir şefkatli kişilerden ta ki bədii icadiyetinin tözülme təpəkkürağa ısqımı sızıdığan təpəkkür sahibi, mutəpəkkürlərimizgəcə umumilik cəhətdə, kişilik qaraşları cəhətdə mundaq umumilikni hər biri canlıq konkretlikdə gəvləndiriş cəhətdə məsələnin texi tüpdən həll qılınmağanlıqıdan signal verir. Ayallıq zadı neymi? Bu Adem zadı nime degan meselenin muhimroq bir qatlimidan ibaret. Üçüncü. 19. asırdaki Fransız yazgıcısı Ernest Legvay ana zimindeki yegane tanrıdır degan edi. Darhaqiqat köplegen mutafakkur insan ve onun bəxt saadeti meselesini hal qilishni ayallıqdan başlaş. Ayallıqni kişilik ve onun maddi, manevi sapasını tüzeşinin uli qilishni o'ylashdi. Vaholanki bu xil tashabbuslarning bir qismi ijtimoiy siyosiy shuar qapchiqidan g'alqib chiqmay, bulutga singib ketgan sada bo'lib qoldi. Ayal, bütkül ayal kızga qartılgan ijtimai ibare. Ayallık, medeniyet etnografiyesi ve cemiyetşunaslık noktasından alganda umumen insanın yerimini hasıl kılgan muhim terkip. Xususen bütkül insan takdiriga hal qilg'ush ta'sir ko'rsatadigan muhim terkipten ibaret. Tarix umumiylik cəhətdə bəzi kişiler o'ylagandek ayollardan chiqqan tarixiy shaxslarning to'limi ozligi bilan emas, buning aksicha ayollarning tarixiy shaxslarni va butkul bir davr, yana bir davr kishilarni qandoq yetishtirganligi bilan o'z sahifalarini bezigan. Balzak to'g'ri aytgan. Millatning kelajagi analar qo'lida. Chunki hamma odam qaysidir ayollikning farzandidan iborat. Vaholanki onalik malakasi bir qizning bo'yiga yetish va farzand tug'ish iqtidorini namoyon qilganligi bilan emas, balki umum hayvonotga xos bu iqtidordan halqigan. Kelgusi kişilerini yetiştirgenlikinden ibaret muqaddas xizmat bilan o'lchanadi. 4. Oldingi ong tipidagi favqulodda hissiyotchanlik ayollik ruhiyatining asosiy alomati bo'lib, bu ayollardagi bir qator ma'naviy go'zallikni, jumladan bir qator zaiflikni keltirib chiqargan. Özünü tutuşqa da'vat qilg'uchi tafakkuri bilan o'zini tizginlayolmaydigan hissiyot orasidagi ikki holat kayfiyati. Erlarni boshqarish istagi bilan erlarga yo'linish xohishi orasidagi ikki holat kayfiyati.
Güzellikka cheksiz talpinish bilan güzellikdan qizg'inish ruhiyati orasidagi ikki holat kayfiyati. Farzandga bo'lgan onalik mehribonlik bilan farzandga bo'lgan ijtimoiy mas'uliyat faoliyati orasidagi ikki holat kayfiyati. O'z erini kishilar orasida ko'tirish g'ururi bilan o'z erini o'zi oldida cho'kirish iftixori orasidagi ikki holat kayfiyati qatorliq ruhiy ziddiyatlar zanjiri ayollikda bir qadar umumyuzlik saqlangan bo'ladi. Bunda ikki holat kayfiyatidan bir qator go'zallik, o'zini tutish, iffat nomus qarishi, oila boshqarish san'ati, onalik mehri, doimiy go'zallik bilan hapillashish, erlarni qadrlash va ularning ijobiy ishlariga qulaylik yaratib berish qatorliqlar. Bir qator xunuklik, o'z-o'zini tutolmaslik, izzat nomusini har darajada oyoq osti qilish, oilada zo'ravonlik tiklash, farzandlariga yomon ulga va nachar ta'sir ko'rsatish, g'ayvat, rashik, fitna ig'vo qilish qatorliqlar o'sib chiqadi. Bu jihatdagi tragedik hikoyalar, fojialik voqealar kishini saskandiradi. Endi siz Balzac'ning millatning kelajagi analar qo'lida degan bir jumla so'zi bilan yuqorida umumlashtirilib tilga ilingan xunukliklar ustida selishtirma muhokama qilib ko'ringchi. Saskinishdan tabiiy holda ansirash sarosimiga tushsiz. 5. Badiiy ijodiyat ijtimoiy ta'lim-tarbiyaning alohida turi. Milliy ma'rifning xos sohasi. San'atkor inson ruhiyatining injeneri, kelgusi va yangi avlod modelining bevosita loyihalaguvchisi. Obrazliq g'oyaviy tafakkur mutafakkuri. Shundoq ekan, yozuvchi, shoir, har xil janrdagi san'atkorlar uchun ayollik g'oyat katta, intayin muhim va favqulodda g'olqiliq qimmatdagi tematika hisoblanishi lozim. Ayollik badiiy tasvirining hikoya manbasi, voqelik tuguni, qiziqtiruvchi tasviriy vosita bo'lish qatlamidan o'zlikni bilish, o'z taqdirining butkul millat kelajagi bilan bo'lgan sababiyatlik munosabatini bilish, ularning oldiga pardoz aynikidan sirt yana millatning kelajagi modeli aynikini qo'yish. Ayollik tasvirlangan epizodlarga san'atkorlar g'oyaviy qarashliq lirikalarni kuchaytib berish qatorliq ijodiyat maqsaddorligi qatlamiga ko'tarilishi lozim. Mayan qayta bir o'qoy. Ayollik badiiy tasvirning hikoya manbasi, voqelik tuguni, qiziqtiruvchi tasviriy vosita bo'lish qatlamidan o'zlikni bilish, o'z taqdirining butkul millat kelajagi bilan bo'lgan sababiyatlik munosabatini bilish, ularning oldiga pardoz aynikidan sirt yana millatning kelajagi modeli aynikini qo'yish. Ayollik tasvirlangan epizodlarga san'atkorlar g'oyaviy qarashlari, lirikalarni kuchaytib berish qatorliq ijodiyat maqsaddorligi qatlamiga ko'tarilishi lozim. Ayollardagi kiyinish, tarinish, ishiltadigan til, madaniyat hodislariga bo'lgan tanlab qiziqish, turmush qoida usullari har qancha zamonaviylashsa-mu, yanala o'z millatiga, o'z milliy madaniyatiga, o'z etnografiyasiga xos an'anaviy izchillik relisidan chatnamasligi lozim. Bu jihatda yoshligida allaqanot, qeyrg'anda arxat, ya'ni ruhoniy buvim bo'lib bilish foydasiz. Shu chaqdalar ana o'z farzandlari nazaridagi, dilidagi, tilidagi ulug' varisi maga
Millatning kelgusiga o'z farzandlari orqali ul tizg'uchi binokarga turmush gulshinining haqiqiy bog'viniga aylana oladi. San'atkor qancha asar yozganligi va qandoq darajadagi mukofotga erishganligi bilan g'ururlanish o'rniga ömür bo'yi tirikchilik ko'rsatib, eng yaxshi ayollar turkumi yetishtirganligi bilan faxrlanishga haqli. 1992-yili Ürümçi. Kitap o'qish munbirimizning hurmatli mushtarlari, munbirimizga yangi kelgan aziz qarindoshlar. Damliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Emin hayot bo'lgan bo'lsa, bu yil 90 yoshga kirgan bo'ladi. Marhum olimimizning bizga yezib qoldirib ketgan asarlari bir-biridan nadir. Ammo olimning yozgan asarlar bo'lg'ashqa, ba'zi asarlarning ilmiyligi bek yuqori, shunga munbarda o'qib beramidim. Ammo mana shuningga o'xshash ijtimoiyligi kuchliroq asarlarni, nasrlarni, she'rlarni davomli hozirlarga sunish orqali marhum olimimizni hurmat bilan tang aslaymiz. Xo'sh, Arliqda ikki do'stim bilan Parijga berib sayohat qilib kelgan. Hozirlarga shu qitimliq sayohatimizdan biroz yakunlangan ko'rinishlarni sunaman. Bahar og'aysizlar, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Bek uzrab ketmez. Xudoyim buyursa. Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetining hurmatli mushtarlari, anglarmanlar, ko'rarmanlar. Bugun men Fransiyaning poytaxti Parij shahrida, hozir Parijdagi dangliq musiqxona Louvre musiqxonasida. Odatda Parijga sayohat qilganlar bu musiqxonaga cho'qim bir kirib ko'rib ketishni baxma orzu qiladi. Bu qitim men ikki do'stim bilan birlikda kelgan, arada bir aylanning bu musiqxonaga kirish arzusi bek kuchlikan. Shunga yig'ib yomg'irga, noyta nurg'un o'chiratlarga parvo qilmasdan saqlab bu yerga kirdim. Qenamsa biroz billa aylanaylik. Odamlar shundoq ko'p. Buni cho'qim ko'rishimiz kerak. Men ilgari bir kelgan bu yerga. Lekin bu darajada odam ko'p emasdi. Ammo dahshat odamda ko'pkan. Mana ikki do'stim billa bo'libmi, maynur do'stim bu yerga kelib Ahmad ekan, rahmat xursand bo'ldi. Sizga o'rlab chiqib ketyapman.
kitap o'qish munbirimizning hurmatli mushtariylari. Men hozir Louvre muzeyining islom san'atiga bag'ishlangan bölümüde. Bu bölümni 2012-yili qurgan ekan, ichida nihoyatda chiroyli esil asari adiblar bor ekan. Ko'dik do'stlar bilan birga bakmo hayajonlandik. İslam san'atidagi mushu İslam san'atidagi bu mo'jizlar haqiqatan odamni bakmo hayajonga soladi ekan. Tövəndə əmsə şu muzeyininki, şu bölümdə kögənlərimizdən birazı bəhra alaysı. Kirgəndiklər mana muşunun bilən başlandıkən andın içigə kirib ketdik mana. Ahdil İslamda 622-ci ildən 1850-ci ilgacha bolğan. Bikərimdə Maynurum başlayıb bitəylikmi? Çıranlar başlayıb etdirəmizsə. Bay biz kirib ketgan vaqtda shundoq dahshat yomg'ir yog'ayotdi. Kunliklarimiz qo'limizda. Chiroyli kunma ichilib ketibdi mana. Parijning mehribak issiqchimi? Har bir qitim kelsa odam boshqa shodlanadi.